Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga namunat bo'lgan 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra'ni qo'yib beramiz. Mashinamizning kraskalari 100% toza ekan. Namunatlarni birinchidan sanab o'tamiz. 360 gradus kameralar qo'yilgan ekan. Yon atrofi polnisda ko'rsatilar ekan. Oldi, orqa polnisda 360 gradus ko'rsatib beradigan 17 lik diska balonlarda qo'yilgan. Balonlar chotki holatda, o'rta holatda, ama chotki holatda. Optra farlar qo'yilgan. Optra fari kitayskiy emas, original ekan. Kraskalar aytilgan 100% toza, 4-pokoleniya metani bor. Mes rulmani originaldan qo'yilgan ekan. Aquaprint bo'lgan, antiredarlari bor. Salon tablo asfalt olgan, o'zini halol masofa 81 000 km masofani bosib o'tgan. 4-pokoleniya aytganda metani bor. Apshikaga chexol tikilib, bellari mersi knopkalaridan qo'yilgan ekan. Only mashina shumcha bo'lgan. Only full shumcha etilgan ekan. Motorga kulish tegmagan, yana ko'raverasizlar o'zlaringiz. O'zini zavod-sasida ishlab turibdi. Mashinamizning bahasi 180 million so'm. Agar naqd pul bo'ladigan bo'lsa, siz nazgina kelishamiz. Naqd, kredit, barter, любой variantimiz bor. Faqat barter GM mashinalaridan bor. Pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqa chiqib bog'laninglar. Mashinamiz Optra original. Pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqa chiqinglar.